Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. İmam Buxari rahmetullahi aleyhinki Sahih Buxari namlı kitabida bugün yanıla hayz haqidagi mavzu haqida to'xtalyapmiz. Bugungi bu babda İmam Buxari rahmetullahi aleyh mush nifasda tug'ut o'lib ketgan ayolga qanday namoz o'qiymiz va tug'ut o'lib ketgan ayolga namoz o'qishninki qoida usullari, sunnatlari haqida to'xtalib o'tmoqchi. Bu hamda 332 numaralı hadisda İmam Buxari rahmetullahi aleyh bizga Ahmad ibn Abi Surayj degan kishi hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu İmam Buxari rahmetullahi aleyhinki ustozlardan İmam Buxari rahmetullahi aleyh bu hadisda şu talaq, tevhid, ezgi münasebetlik mezmunlar haqida bu kişinin hadis rivayet qilgan. O'zi Ahmad ibn Abi Surayj Er-Razi nomi bilan bek mashhur, o'z davridagi nayat hafiz deb ta'riflangan. Bu hadis ilmidagi shu davrdagi büyük atalg'ularniki biri. O'z davridagi shu eng danglik qorilarniki biri. O'zi shu Bag'dodda yashagan odam, Iroqniki Bag'dodda yashagan. Nayat ko'p hadis ulamolardan hadis rivayet qilgan. Bu kişiden bu hadis rivayet qilgan, hadis qoldirib ketgan muhaddislar ko'p. Jumladan İmam Buxari, Abu Davud, İmam Nasai, Abu Zur'atur Razi, Abu Hatim qatorliq shu kitoblar yetib kelgan mashhurlar. Hamda ulamolarniki turli baholari bo'lib, bu baholari asosan bu ishonchlik, nayatda mazmut hadis rivayet qilgan odam deb sifatlangan. 240-yillardan keyin o'lib ketganligi xotirlangan. Bu zot bizga shaboba hadis so'zlab bergan edi, xabar bergan edi deydi. Bu shaboba degan ustozlar rivoyat qilgan bu hadisni. Bu buyukniki nom sharfi Shaboba ibn Sivar al-Fizari. Arablarniki shu Fizara qabilasidan o'z davridagi danglik hujjat xarakterlik muhaddislarniki bir. 130-yili tug'ilganligi xotirlangan hijriya. Bu milodiya undaqda 747-yillari, 48-yillarga to'g'ri keldi. O'z davridagi nurg'un hadis ulamolardan hadis rivoyat qilgan, masalan, Sufyan as-Savriga o'xshash. Lekin bu odamniki shogirdlari Ahmad ibn Hanbal, Ishaq ibn Rahoviy, Ali ibn Madini, Yahya ibn İmam Yahya deganga o'xshash hadis ulamolari ko'p hadis rivoyat qilgan. Hamda bu odamninki ulamolarniki bergan baholari nihoyatda xilma-xil bo'lgan. Chunki unda bo'lishida bu odamni ba'zilar o'z davrida murjiiti deb ayblaganlarmi bo'lgan. Biroq bir qism ulamolar yo'q, bu murjilikda yongan deb shunaq deydi. Biroq hadis ilmida bu odamniki shu ishonchlik, rostchil ekanliklari hadis ulamolariniki birdek ittifoq bilan xotirlangan. Bu zotning 255-yili o'lib ketganligi xotirlangan. Bu zot deydi bizga Shu'ba xabar bergan edi deydi. Endi Shu'ba kim o degan vaqtida Shu'baning tarixi boshda o'tgan shunaqmi biroz qisqartib bu o'rinda eskartaylik. Shu'ba ibn Hajjaj ibn al-Ward hijriya 85-yili tug'ilib 160-yili o'lib ketgan. Milodiya 776-yilga to'g'ri keldi. O'zi buyuk tabiinlardan. Basrniki eng buyuk ulamolarning biri. Chunki Basrda shu o'rinda o'zi makon tutib shu yerda o'lib ketgan. Asli yurti boshqa yurtda. Anas ibn Malik qatorliq sahobalarni ko'rgan bu. Ham undan boshqa to'yzak tabiinlardan hadis anglaganligini xotirlangan. Hasanul Basri'dan o'qigan. Bundan boshqa shu o'z davridagi danglik tabiinlardan Ayyub Sixtiyani deymiz, Muhammad ibn Sirin deymiz, nurg'un nihoyatda saodat davridagi katta muhaddislarni o'qigan bu odam. Ammo hadis ulamolariniki baholari nihoyatda buyuk. Masalan, Sufyan as-Savri bu kishini sifatlagan vaqtida hadis ilmida mu'minlar amiri deb sifatlagan bo'lsa, Ibn Abi Hatim degan kishi o'z zamonasidagi ulamolarniki eng yuqori cho'qsi pallisi deb sifat. İmam Ahmad ibn Hanbal bu kishini sifatlagan vaqtida Shu'baning zamonasida Shu'badek odam yo'q edi. Uningdek hadis rivoyat qilgan hadis ilmida buningdek nasibidor talaylik odam yo'q edi deb sifatlagan. Demak, İmam Ahmadniki bu so'zi yetib oshidi deb o'ylayman bu jihatda. O'ziniki uningdan boshqa zoidligi, qo'lida iqtisodniki yo'qligiga qaramay, sehi mardligi buninglar mashhur. Bu sehilik mardlik bo'lishga Xudoga bo'lgan ishonch katta bo'lmasa, o'zi banasining hammani talab qilgan o'zi o'quvchilarga atrofli odamlarga bunday beraydigan ish bo'lmaydi. Shunga faqir miskinlarga nihoyatda mehribon edi deb sifatlangan. O'z davridagi ulamolar bu odamga qarab, bu odamdek miskinlarga, bechoralarga mehribon odamni ko'rib boqmoq, miskinni unda qarg'inni ko'rib qolsa berib tetdi deydi. Masalan, bir qadam o'zing bir ishga vakanda endi vaqtda eng cho'ng qatnash quradi. Eshak minib ketyapsa Sulaymon Mughira deydigan bir kishi, u bir ulamo bo'lsa kerak. Bir kambag'allikni, o'zing kesal, da'davoligini degandan keyin bu eshakimdan boshqa mening hech qanday narsam yo'q. Bo'ldi, men eshakni sana beray deb eshakni tushib qo'lga tutqizib qo'ygan deydi. Men setib xajlaman. Demak, o'zing bak bunda sehi martiko'la mashhur muhaddis bu. Bu zot to'g'riliq texim ma'lumotlar cho'nqur bo'lish uchun kitobning beshida Kitabul Imonda o'tgan. Shu yerga murojaat qilishni so'raymiz. Bu odam Husayn ibn Muallim degan kishini rivoyat qilyapti. Undaqda bu Husayn ibn Muallim degan kishi kim o degan vaqtida Abu Abdullah Husayn
Husayn ibn Zakwan al-Basri muallim nomi bilan mashhur. Bu kishimi o'z davridagi ishonchlik hadis rivoyat qilgan buyuklarniki, hofizlarniki biri. 150-yillar atrofida o'lib ketganligi xotirlangan. Bu odamniki ustozlarimo nihoyatda ko'p, jumladan Ato ibn Abi Rabah donliqlardan, Yahya ibn Abi Kusayr, Nafi' Abdullah ibn Umarniki ozodkardisi. Bu odamniki shogirdlarimo har xil, masalan, hozirgi deyilgan Shobat ibn Hajjaj mashhurlardan, Abdullah ibn Muborak qatorliq buyuklar bu odamniki shogirdi bo'ldi. Hamda ulamolar bu kishiga baho bergan vaqtida shenjilik deb baho berilgan. Ba'zilar chatoq yo'q, kerak yo'q, amin degandek mazmunlar bilan bu sifatlagan. Undaqda bu odamlar shu o'z davridagi hadis ilmida xili yetuk boshqalarning bahosiga erishgan allomalardan deyishga bo'ldi. Bu kishi Ibn Burayda degan kishi rivoyat qilgan bo'lib, bu kishining ismi Abdullah ibn Burayda al-Husayb al-Aslami degan bo'ladi. Bu kishimi o'z davridagi ulamolarning nazarida ishonchlik degan ta'rifga sifatga erishgan hadis ilmida. O'zi ham shu Basrniki o'z davridagi nihoyatda rostchil ishonchlik ulamolarniki biri sifatlandi. Bu kishi o'zining dadasida o'qigan Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbos, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mughaffal, Abu Musa al-Ashari, Abu Hurayra, Samrat ibn Jundab, Muaviya, Mughira qatorliq sahobalarning ichidagi eng donliq buyuk bunda sahobalarda o'qigan. Demak bu tabiin deyishga bo'ldi bu odamni. Bu odamniki tug'ilgan vaqti Hijriya 15-yili, yani payg'ambarimiz o'lib ketib bir necha yildan keyin. Undaqda Umar ibn Xattob zamonida tug'ilganda Hijriya 115-yil o'lib ketgan. 100 yosh umr ko'rgan odam bu. Undaqda bu milodiya 733-yilga to'g'ri keldi. Bu zot bu hadisni Samurat ibn Jundab degan kishi rivoyat qiladi. Hamda Samurat ibn Jundab kim o degan vaqtida bu sahobalarning ichida eng kichik sahobalar qatoriga kirdi. Lekin eng ko'p hadis rivoyat qilgan zot bu. Bu kishiniki o'lib ketgan joyi Basra, Hijriyaning 58-yili o'lib ketgan. Yani Umaviylar davrida Hazreti Muaviyaniki eng oxirgi mezgillarda o'lib ketganda. Bu odam o'z Madinlik, Ansari bo'lsa, Ansari. Lekin qabila jihatdan Ansari tutashmaydi, yoki Hazrat yoki Aws qabilasiga tutashmaydi. Bu odamniki asl qabilasi o'sha G'atafon qabilasiniki Fizara tarmoqidan. Ammo bu odam Madinaga kelib yashagan. Chunki onasi bu odamni Madinaga elib kelib, dadasi shu qabilasi o'lib ketgandan keyin Madinadagi biz bir ansariga to'y qilgan. Shu paytlarda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Madinaga hijrat qilib kelgan. Ya'ni demak kichik Madinaga hijrat qilib kelgandan keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mush Samuraning bolliq vaqtiga to'g'ri kelgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunga mushu Uhud g'azotida Samura qatorliq bir necha yoshda bolaga urush qatnashishga ruxsat qilgan shu payt. Samuraniki islom dunyosida ayni vaqtda ko'rsatgan ta'sirlari nihoyatda ko'p. Ilmiy jihatdan ilib etgan vaqtida nihoyatda ko'p hadis rivoyat qilgan. Siyosiy nuqtada ilib etgan vaqtida bu kishi mushu Ali roziyallohu anhuning zamonasida Basra, Kufaniki valisi bo'lgan. Uningdan boshqa mushu Muaviya zamonasida uzun muddat bu odam shu vali bo'lgan. O'z davridagi xavarishlarga sahobalar ichida eng qattiq rahmsizlarcha muomala qilgan sahoba bu. Bittining jildizini tigdan yo'qotish uchun. O'ziniki omonatdorligi, rostchil, samimiylik bilan mashhur. Uningdan boshqa bu odamniki o'ziniki bolalarga nasihat sifatida qoldirib qo'ygan divon shakllik bir risolasi bor. Bolalarga nasihat xarakter, ta'sirlik, ya'ni bugungi kunda shu bolalar tarbiyasi haqida birinchi manba xarakterlik asar deyishga bo'ldi bu odamniki bu kitobini. Cho'ng kitob emas, ammo risol shaklida. Ammo bak ta'sirlik. Chunki adab, axloq, qoida, yo'sin, din, diyonat, namoz, ibodat, iqtisod, yurish turish hamma jihatdan bu bolalarga ayrim hadislardan manbalangan holatda bolalarga nasihat qilgan. Bu zotniki hadis ilmidagi ko'rsatgan tuhfatlarni ko'p. Imom Ahmad ibn Hanbal payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nomida ko'p hadis rivoyat qilgan kishi deb sifatlashdan birga 123 dona hadis mush kishiniki so'zdan qoldirilgan. Nom bilan. Bu odamning usta shogirdlaridan Hasanul Basri, Imom Shu'bi, Abu Raja al-Utaridi qatorliq shu islom dunyosidagi ayni vaqtdagi tanliq mashhurlar bu odamniki shogirdlar bo'ladi. O'lib ketishniki sababi biroz g'alatirak. Bu odam oxirgi mezgilda to'ng'oqliq kasalga giribdor bo'lib qolgan ekan. Qozonga liq suvni qaynatib, shu qozonning o'ttirib kelib, yiniq kelib, issiq o'tkazib davolanadi ekanda, to'ng'ab ketib jug'ildab. Shuna shu qozonga tushib ketib, shu o'tda, shu qaynoq suvda o'lib ketgan. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning so'zining bisharati bu. Payg'ambarimiz bu kishi va Abu Hurayra va undan boshqa 3 sahoba o'tlagan vaqtida shu 3 jonning birisi oxirida o'lib ketgan biraylar o'tda o'lib ketdi degan. Mana shu Samura shu o'tda o'lib ketgan qaynoq suvda. Hamda Samura ibn Jundab rivoyat qilgan bu hadisda shunaq deydi. Bir ayol qo'soq
kesilden ölüp ketken. Buna demek ki nifas ölüp ketken deydi. Tuğut ölüp ketken deydi. Bazı rivayetlerde bu ayolunki ismi Ummu Ka'bil Ensariye deb atalganda. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ayolning jinoza namozini o'qigan vaqtida, jinoza namozini o'qigan chog'da u ayolning o'ttirdi tug'an. Buni ulamolar nimishqa o'ttirdi tug'an degan vaqtida orqada turayotgan odamlardan u ayolningki badanining ko'rinib qoldigan yoki ifodalanib qoldigan taraflarini to'sash uchun shunga rasululloh o'ttirdi o'qigan deb buni ta'lil qiladi, sabablaydi. Hamda tövanda Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi bab deblam mavzusiz holatda bir bab deb qo'yib qo'ygan. Buni hech qanday bir tema qo'ymagan. Lekin ostidagi bu hadis yuqorqi babniki ostiga kirib ketadigan. Ya'ni yuqorqi bab bilan ikki hadisniki mazmuni asosan birdek bir tarafi bo'lg'achqa, shunga bunga tema qo'ymagan deyilgan. Ya'ni demakchi bo'lg'ini tövandagi hadisdagi hayzlar, yuqorqi hadisdagi nifas, ya'ni tug'ut o'lib ketgan ayol, bularning ayni, ya'ni bularning zoti tini pokiz demakchi. Ya'ni unga badan tegib ketsa yoki qo'l tegib ketsa erniki, ya'ni yerda najis bo'lmaydi demakchi. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallamniki qo'li yoki kiyimi hayzlar ayolga tegib ketadi-da, tegib ketgan vaqtda rasululloh unga namozdan cheklanmaydi yoki namozni tark etmaydi. Namoz davomlashtiraveradi. Hatto sajda qilgan holatda ayollarniki putini bilan chimdaytirgan yoki qo'li bilan bir taraf ishlaydigan avvallar bo'lganda sajda qilgan o'ringa put so'zlab yotgan vaqtida. Shunglashqa bu insonningki zoti najis emas. Hayzlarning tug'utdan nifasda o'lib ketganlarning zotimi, tinimi najis emas degan ifodani bildirmoqda. Bu 333-numurli hadisda Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi bizga Hasan ibn Mudarik degan kishi hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu zotningki nom sharifi Abu Ali al-Basri nomi bilan mashhur, o'zining aytdi hofiz, hadis ilmidagi aytdi buyuk nom. Ham ulamolarniki bahsida bu odamni basirlik kerak yo'q, chatoq yo'q ulamo, olim deb sifatlangan. Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi bu kishidan 4 hadis rivoyat qilganligi xotirlangan. Umuman ilm etgan vaqtida bu kishiniki shu hadis ilmida hali mo'tabar kishi ekanligi bilingan. Bu zot deydi bizga Yahya ibn Hammad hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kishi donliq o'z davridagi muhaddislarniki biri Abu Bakr Shaybani nomi bilan mashhur. O'zining qayintisimi Abi Awana nomi bilan mashhur bo'lgan donliq bir muhaddisniki kuyog'li bu odam. Bu odam o'z zamonasiga nihoyatda donliq muhaddislardan jumladan masalan Lays ibn Sa'd qatorliq Abi Awana o'ziniki qayintisi. Bu kishilardan ko'p hadis rivoyat qilgan. Bu odamlar shogirdlarimi bunaytdi. Yutuk Imom Buxoriy masalan Isaq ibn Rahaviy, Muhammad ibn Musanna qatorliq buyuk ulamolar masalan bu odamni o'qigan. Bu odamni baholagan vaqtida hadis ulamolari hadislarni aytdi ko'p, ishonchlik deb sifatlagan bo'lsa, ba'zi kishilar bu odamniki ibodat jihatdagi ortiqchilikni sifatlab, bu kishdek obid odamni ko'rib boqmagan, hatto bir qaqoqlab kulib boqmagan deb shunday deb ta'riflaydi. Ammo endi kulki masalasini ilib etgan vaqtida qaqoqlab kulish bu ichilib yeyilib kulish masalasi haqida bu durust emasmi deganda unda emas. Lekin bu ulamolar buni ish qismiga bo'lib olgan. Hamda Xudodan qo'rqib, o'zining keyingi holatidan nayt g'am qayg'urgan, g'amkin holatda turib, adab ehtirom nuqtasidan Xudo bilan bo'lgan, Alloh bilan bo'lgan ehtirom bog'lanish nuqtasidan tark etgan bo'lsa, kulmagan bo'lsa, bu yaxshi deydi. Ammo yasalmilik qilib, ahmoqlik qilib, tantaglik qilib, ya kibrlik, ma nuqtadan bunda qaqaqlab kulib ichilib yeyishning o'zini bu ayib deb qaragan ulamolar. Ham shundaqla bunda yoshlarningki kulishi bir oz normal bo'lgan bilan, ammo hech cho'ng'aygan, temkin subtidiki yoki bunda hech cho'ng'aygan kishilarga nisbatan qaqaqlab kulishning o'zi toza yaxshi ahvol emas deb qaragan. Demak, hamma ishlar o'z joyida, o'z paytida bo'lgani yoki normal bo'lgani bu yaxshi bo'lsa kerak. Bu kishi 215-yili o'lib ketganligi xotirlangan. Bu zot deydi bizga Abu Awana degan kishi hadis so'zlab bergan, ya xabar bergan deydi. Abu Awanning ismi Vazzah. Vazzahniki tarixiy tarjimali boshda o'tgan. Bu kishi shu Yahya ibn Hammad degan kishiningki qayinchisi bo'ldi. Bu jihatga ko'p to'xtalmaylar. Bu zot deydi bizga Sulaymon Shaybani degan kishi hadis so'zlab bergan edi, yoki xabar bergan edi deydi. Sulaymon Shaybaniningki ismi Sulaymon ibn Abi Sulaymon Fayruz Abi Isaq Shaybani nomi bilan mashhur. Hijriya 142-yili Iroqniki Kufa diyorida o'lib ketgan. O'z davridagi shu donliq cho'ng tabiinlarda o'qigan. Uningdan boshqa shu o'zining aytib ko'p hadislarni rivoyat qilish bilan birga ko'p shogird tarbiyalagan. Ya'ni muhaddislarni yetishtirib chiqargan. Jumladan masalan Abi Awana deymiz hozirgi va uningdan boshqa Sufyon qatorliq muhaddislar. O'z davridagi eng katta ilmdor
alim ulama hadis. Öz zamanıdaki nayta dağınık bir muhaddislerden biri. Şoňlaşga İmam Ahmed ibn Hanbal rahmetullahi aleyh muş kişiniki hadisini anlagan wagtda bir xil nayta kızıkyp bir xil ýakdurat demde. Şoňlaşga Yahya ibn Ma'in'e okşaş dağınık muhaddisler bu adamny işençilik, hüccet dep tariflegen. Ondan başka hadis ulamalarymı bu adamnyň hadisleri nayta delil kılışqa yaraydı, rastgel degendek namlar bilen atagan. Bu kişi 129-njy ýyllary etrapyda ölüp ketken diýilipdi. Lekin bu ne? Bu taryhny hata dep 139-njy ýyly ölüp ketkenligini bekrek ulamalar güçlügerek dep garagan. Bu zat bu Abdullah ibn Shaddad diýen kişi riwayat kılgan bu hadisni. Bu kişinin terjemalymy başky derslerde ötken Abdullah ibn Shaddad ibn Had namy bilen. Bu kişi dedi men Hammam Meymune radhiyallahu anhadan anlagan dedi. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in söýümlük aýaly Meymune bintil Haris edeyimiz. Muş Abdullah ibn Shaddad diýen kişininki hammus boldy eken. Çünki muş Abdullah ibn Shaddad'dan anysy Selma bint Umays diýen aýal Meymune anymyzyňki any bir hemşerski. Şoňlaşga Hammam dep zikir kılgan. Hazreti Meymune Peygamberimizin söýümlük aýallarynınki biri. Bu zat şu Mekke bilen Medine'nin aralykda Mekke'ye ýakyn jaýda ölüp ketken kabirsi şu Mekke'ge bagıçylyk oň kol tarapda ýolda körülüp durdy. Bu aýalmyň aýaty büyük sahabalarynky biri. İslam koşkan taraplarynyn aýaty zor. Hem bu ýerde Peygamberimizinki bu aýaly Meymune anymyz heýzler halatda kende namaz okmaydigan peýt. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin mescidinin udulda dedi. Bunda degende aş öýde namaz okuydigan jaýyny Resulullah maksud namaz okuydigan jaý bar da, özüde has. Şu namaz okuyatgan ýerde Resulullah'ın udlugy roburo turuplam putuny uzutup ýatganken. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir homurga silip homurda namaz okugan dedi. Homur diýen özü kiçik bir jaý namaz. Bu şu homynyki samyndan uwak kılıp, onu şoýuny kılıp işep aşdan tokuy demde jip kılıp. Peygamberimiz eger bunda yoğan bulup kalsa bunu boğru deymiz. Kiçik bolsa bunu humru deymiz. Peygamberimiz secde kılgan wagtida maňa Peygamberimizdeki bäzi kiyimleri maňa tigip gitedi dedi. Demek yukarı hadis ve bu hadiste heýzler aýal, ýa togutda ölüp ketken aýal bular nejis emas. Namaz okuyatgan adamyň beden tigip gelse, kiyim tigip gelse bu namaz dawamlaşdyraberse bolady demekçi. Bu toğruluk mezhepler arasında hılmıkıl azrak oşmaydigan taraply bar. Lekin hadisninki şu iki hadisini biz çokum delil süpsüzü kullangan wagtymyzda aýal kişi heýzler halatda meselen äksinki ýa-ki goly ýa-ki şu kiyim tigip ketken wagtda namaz dawamlaşdyraberiş gerek. Bu erininki tertip buzulmaýdy demekçi. Bu jaýatda bu hadisden aýat nurgun alydigan delil isbatly bar. Meselen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki şu kemterliki tutkan özüninki aýat addylygy. Ondan başga Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki namaz okugan bu janymyzdaki addy aýat kiçik bir bora ekenligi degende aýat addy sadda ýaşaganlykdan ibaret Resulullah'nınki aile we turmuşdymy körüp agyl boldy. Ve sallallahu ala nebine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.